fasadini ko'ryapsizmi? Bu uyimiz sizlarga aytib o'taman, haqiqatda zo'r qurib qurilgan. Hozir ichkarisini bir ko'rasizlar, yo mazza qo'rasizlar. Bu uyimiz 3 Qahramon postidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan uyimiz bo'ladi va sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu uyimiz 3 sotudan iborat va uyimiz ikki tomonlama chiqadigan joy zonasi bo'ladi. Orqa hovlisini ham ko'rsatamiz va uy ichini ham ko'rsatib ketamiz. Videoni o'tkazib yubormay, ichida, narxini ichida, mebellar, hamma texnika, shuni kiyimlarni olasizlar, shuni kelib yashaydigan uyimizni ko'rsatamiz. Mana bu joyini ko'ryapsizmi? Bu alohida yashil hududlar va fasadlariga bir e'tibor bersangizchi, fasadlar haqiqatda travertindan ishlatib ketilgan, mahsulot travertin mahsulotlardan ishlatib ketilgan avtorskiy dizayn bo'ladi. Yuringlar, ko'p gapirmaymizda, uy ichiga bismillahir-rahmonir-rahim deb kirib ketamiz. Shunaqa fayzli xonadon kutib oladi-da. O'ng tomonimizda bu yerda alohida bu yerda garderob xona qilib qo'yilgan va bu yerda o'zini garderob xonasi qilib ketilgan, ko'ryapsizmi? Uyimizni bu yerda bemalol kiyimlarni qo'yib qo'ysanglar, bu yerda yangidan qishki kiyimlarni qo'yib qo'yadigan garderob xonasi va bu tomonimizda gостевой санузел qilingan. Ko'ryapsizmi? Biram chiroyli qilib ketilgan. To'rdagi xonani ko'ryapsizmi? Yuring, o'shani ham ko'rsatamiz. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va podvorga tushib ketadigan zonamiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Alohida uyimiz 3 qavatdan iborat va mazza qiladigan joylari. Bu o'zimiz ota-onalar uchun duogo'ylar bo'ladi. Duogo'ylar uchun alohida o'zining sanuzeli bo'ladi. Bitta sanuzelni ko'ryapsizchi va o'zini bu yerda kichkina shkopi va butini ko'rsanglarchi. Ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zini kravatlari, mana bu shkopi alohida joy egallab qo'yilmagan va devori ichiga joylashtirib ketilgan. Ko'ryapsizmi? Shkoplari ham juda ham minimalizm stil va eng qimmat baho ko'rinadigan uyimiz bo'ladi. Yuringlar, endi keyingi xonalariga o'tib ketamiz deylar. Tepada aytganimdek 4 ta spalniya qilib ketilgan. Tepada 4 ta spalniyalarni ko'ryapsiz. Bular ham har bitta xonasini o'zida ko'ryapsiz. Bir ham chiroyli qilib ketilgan dizayn uslubida va o'zining sanuzellarini ham ko'rsanglar, to'g'risi aytaman, puliga stoyishi deb ayta olaman. Shuna qarasanglar, botimizda ayollar sevadigan oshxonasi qilib ketilgan, ko'ryapsizmi? O'rtada mana bunaqa alohida joy ham tashab ketilgan xamirli ovqatlar uchun. Va bu tomonimizni ko'rsanglarchi. Ko'ryapsizmi? Mana bu rasmlar, mana bu mebellarni har bitta joyi bor. Shunaqa o'zimga yoqadigan joy hisoblanadi. Bu yerda choy ichib o'tiradigan zonasi. Endi sizlarga orqa hovlisini bir qisqacha ko'rsatamiz. Orqa tomoni bo'ladi. Orqa tomoniga shuni ochsanglar, bu yerda alohida o'tiradigan zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yo, bu yerda ham bemalol o'tiradigan zonasi. Mana buni ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Uyimizning tomoni haqiqatda fayzli bo'lib turibdi. Inshaalloh hammamizga niyat qilib qo'ying. Hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Sizlarda imkoniyat bor shu uyni hoziroq sotib olishga. Bu yerda o'zini barbuku zonalar qilib qo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Har tomonlama uyimiz foydalanib ketilgan. Ikki tomonlama chiqadigan zonasi. Xohlasanglar bu yerda mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. U yerda ham mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mazza qilib o'tiradigan zonalar qilib qo'ying va bu yerda alohida podvol uchun tushib ketadigan zonasi. Bu orqadan ko'rinishini ko'ryapsiz. Orqadan ko'rinishi ham to'g'risi aytaman, uncha-muncha uylarda ham bunaqa bir xil uylar fayzsiz bo'ladi, lekin bu uyimiz o'zim aytaman sizlarga fayzli xonadon bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $270 ming deb aytilyapti. Xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.